Assalamu alaikum, qadrdan vatandaşlarım. Men Ablajan Leylnaman Amerikadan sözləvatıman. Qadrlik Uyghur qarindaşlar, hamda dunyoning har qaysi joylariga o'ltiraqlashgan barliq musulmon qarindaşlar. Men bu ulug' Ramazon oyi munosabati bilan Sharqi Turkiston Uyg'uriston mustaqillik harakati tashkiloti va Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga vakolatan hammangizlarga 4 hafta, 30 kun ve 720 saatlik ma'rifat tilayman. Ulug' Ramazon oyingizlarga muborak bo'lsin. Allah hayotingizdagi barliq musofingizda hamisha sizni yetaklasin. Bu Ramazonning sizga hayotdagi qiyinchiliklarni yengishingizga yordam beradigan jasorat ato qilishini tilayman. Shundaqla Uyg'ur xalqining erkinligi, ozodligi va to'liq mustaqilligi uchun duo qilishingizlarni o'tinaman. Allah Uyg'urlar va ularning mustaqilligi yo'lida yor va yordamchisi bo'lsin. Amin. Ko'pchilik rahmat. Bu ulug' Ramazon oyida barliq musulmon qarindoshlarimizning biz yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Oq saroyiga yo'llagan Amerika hukumati Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston davlatini ishg'ol qilingan va ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilish kerak degan temada 2020-yil 4-oyning 23 kuni yo'llagan iltimosiga, ya'ni petitionga ovoz berishingizlarni va qo'l qo'yishingizlarni tilaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Sharqi Turkiston Uyg'uristonni ishg'ol qilingan mustaqil davlat deb rasmiy e'tirof qilish kerak degan tema ostida yozilgan bu petitionning ayni teksti tuvandikicha. Sharqiy Turkiston Uyg'uriston xalqi 20-asrda 2 qitim rasmiy Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurib jakalagan millat. Ya'ni 1933-yildan 1934-yilgacha ve 1944-yildan 1949-yilgacha. 1949-yili Uyg'urlarning bu mustaqil cumhuriyeti Xitoy Komünist Partisi tarafidan ag'dirildi. Xitoy hukumati besilishdan ilgari Sharqi Turkiston Uyg'uriston xalqaro qonunlarning talabidagi davlatlarga qo'yilgan shartlar bo'yicha davlat tavalligining belgilik yer zemini, noposi, hukumat ichki ishlar shundaqla mustaqil xalqaro tashqi munosabatlarni o'z ichiga olgan barliq sifatlarga ega mustaqil davlat bo'lgan. Shunga biz Amerika Qo'shma Shtatlarining Sharqiy Turkiston Uyg'uriston davlatini rasmiy turda besilgan davlat deb e'tirof qilishni talab qilamiz.